Mo'g'ullar arafasida, hujumi arafasida o'sha boya aytib o'tganimizdek, kengash tashkil qilinganda, kengashda Aloviddin Muhammad Xorazmshohga bir qancha takliflar beriladi. Takliflardan har biri, ya'ni o'sha paytda uning yaqin vaziri bo'ladi, Muhammad Xivaki degan. O'sha aytadiki, Sirdaryo etaklab o'tgandan keyin qo'shinlar ular charchagan holda Mo'g'ullar charchaydi, o'sha payt hujum qilishimiz kerak degan paytda Jaloliddin Manguberdi ham taklif beriladi. Ularni Movrun nahriga kiritib, o'sha Movrun nahrining 4 tarafidan ularga hujum qilishimiz kerak degan takliflar bo'lgan. Yana bir taklif bo'ladi. Ularni Movrun nahriga yaqinlashtirmasimiz kerak. Iroqdan uzoqdan o'sha ularni kutib olib jang qilishimiz kerak degan taktikasi bo'ladi. Lekin bular hali jang taktikasini bilmasdan turib, Aloviddin Muhammad Xorazmshoh Mo'g'ullar haqidagi, ya'ni qo'shin haqida ma'lumotga ega edi. Ular pistirmadan ustalik bilan foydalangan. Muhammad Xorazmshoh aytadi, bunday jasoratni men hali ko'rmaganman deb aytgan. Mo'g'ullarning qo'shini haqida hali u hujum qilmasdan oldin o'zi u talvasiga tushib qolgandi. Endi O'tir fojiasidan keyin boya qo'shinlar taqsimoti ketdi. O'tir o'sha qamalib O'tir ham ketdi. Endi bu yoqda O'zgan, Jan, Binokat hududlar jihatdan olib kelinib 8 kun ichida olingan. Binokat bilan Xo'jand o'zi Xo'jand ayniqsa Temur Malik jasoratda gavdalanadi. O'sha shuni eslatib o'taylik muhtaram teletomoshabinlarga, Temur Malik va Jaloliddin Manguberdi siyosiy sahnada o'sha paytda qayerda edi? Ya'ni keyinchalik nima bo'lganini biz bilamiz, lekin o'sha paytda aynan o'sha vaqtida, urush vaqtida Jaloliddin Manguberdi u Hindistongacha bo'lgan hududlarda, chunki Jaloliddin Manguberdi kimlardan edi? Aslida shuni ham bilishimiz kerak. Jaloliddin Manguberdi onasi Oychechak xonim Turkman urug'idan edi. Nima uchun o'sha qo'llamagan sababi shunda-da, Qipchoq urug'idan bo'lmagani sababli. U Turkman urug'idan edi Oychechak xonim. O'sha paytda boy, o'sha Iroq, Bomiston, G'ur hududlar, Hindistongacha hududlarda bu o'sha joyda mutlaq hokim edi. Hali chunki hududlar bo'lib beriladi, O'zoqshohga, Oqshohga va Jaloliddin Manguberdiga o'sha hududda berilgan. Lekin urush vaqti boshlangandan keyin zudlik bilan u yoqda tashrif kelishga majbur bo'ladi. Xorazmshoh hali Gurganchga kelishga majbur bo'ladi. Bu tarafdan esa Xo'jandda Temur Malik jasorati, Temur Malik ham juda qahshatli zarbaga uchragan. Oxirida qilich qoladi. Qilichida ikkita Mo'g'ul askari keladi. Yo bu qilichdan sizlar o'lasa, yo men o'laman. Bo'lmasa jonlaring shirin bo'lsa qochib qol deb aytadi. Lekin o'shanda tirik qoladi. Bir o'zi tirik qolib Xorazmga zo'rg'a yetib borganda manbalar ta'kidlanadi. Ana o'sha joyda endi o'tirgandan keyin Samarqanddan Buxoroga tashlanadi. Buxoro shahri 30 ming aholi qirib tashlanadi. Buxoroni shu darajada vahshiylarcha yo'q qiladiki, hunarmandlarni qulga aylantiradi. Bundan tashqari Samarqandda hattoki uning oldiga kelib o'sha bizda sizga qaramiz desam, boya aytganimdek, albatta nima deydi, shaxs siymosi bo'ladi-ku baribir. Inson mana bu yerda hech kimga shafqat qilmaydigan darajada. O'shanday shafqatsizlarcha. Hattoki bitta manbada o'qiganman. Samarqanddagi Ruhobod o'sha vaqtida juda ayanchli ahvolga keltirilgan. U yerda ular chunki ilm bo'lmagani, o'sha paytda ilmga, kitobga qiziqmagan paytda hammasi o'sha diniy ko'proq muassasalarda otxonaga aylantirilgan degan manbalar bor.